Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Odoo tizimida payroll, ya'ni ish haqi modulini qanaqa sozlash va boshqarishni ko'rib chiqamiz. Bu modul kompaniyangizdagi xodimlarning ish haqini hisoblash, to'lovlarni amalga oshirish va ular bilan bog'liq jarayonlarni avtomatlashtirishda yordam beradi. Birinchi bo'lib payroll moduliga kirib olamiz. Birinchi oynada bizga asosiy boshqaruv paneli ochiladi. Chap tomonda warnings, ya'ni ogohlantirishlar qismi joylashgan. Bu yerda tizim sizga yechilishi kerak bo'lgan muammolarni, misol uchun bank hisob raqami kiritilmagan yoki shartnomasi imzolanmagan xodimlar haqida ma'lumot beradi. Pastroqga tushsak, employer cost, ya'ni ish beruvchi xarajatlari va employee count, xodimlar soni grafiklarini ko'rishimiz mumkin. Bu grafiklar orqali kompaniyasi xarajatlarini oylik yoki yillik kesimida tahlil qilishingiz, filtrlashingiz oson bo'ladi. O'ng tomonda Note oynasi esa modulni qanaqa qilib ishlatish bo'yicha foydali maslahatlar, yo'riqnomalar keltirilgan. Endi ish haqini hisoblashga o'tamiz. Pay runs qismida Correction Batch for May 2026 ustiga bosamiz. Bu yerda biz xodimlar uchun ish haqini hisoblash jarayonini boshlaymiz. Agar hech qanday to'lov ro'yxatida bo'lmasa, Generate Payslips tugmasini bosamiz. Bu oynada biz ish haqqi to'lanishi kerak bo'lgan xodimlarni tanlab olamiz. Misol uchun, Case Breedni tanlaymiz va Select tugmasini bosamiz. Shundan so'ng tizim avtomatik ravishda uning ish haqqini hisoblab chiqadi. E'tibor bering, tizim ish haqqi bo'yicha ogohlantirish chiqardi. Bu odatda hisob-kitob muddatlarini nomuvofiqligini bildiradi. Payroll bo'limida xodimlar ro'yxatiga qaytamiz. Bu yerda barcha xodimlarning ro'yxati va ularning lavozimlari bilan tanishimiz mumkin. Biror xodimni tanlab, ular uchun launch plan, ya'ni ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish jarayonini onboarding, offboardingni ishga tushirishimiz mumkin. Launch plan tugmasini bosganimizda yangi oyna ochiladi. Bu yerda biz xodim uchun reja tuzamiz. Elektron xatlar yuborish, uchrashuv belgilash yoki hujjatlarni tayyorlash, misol uchun call tugmasini bosib, xodim bilan qo'ng'iroq uchrashuvini rejalashtirishimiz mumkin. Muddatni belgilaymiz va saqlaymiz. Endi Employees menyusiga o'tib, aniq bir xodimni profilini ko'rib chiqishimiz mumkin. Misol uchun, Paul Williams profilini ochamiz. Bu yerda xodimning shaxsiy ma'lumotlari, ish joyi, uni menejeri, tashkiliy tuzilmalari o'rni aks etgan. Profil ichida Work bo'limida xodimning ish joyi va vaqt jadvalini ko'rishimiz mumkin. Agar xodimni yangi tizimga qo'shish kerak bo'lsa, Create User tugmasidan foydalanamiz. Shuningdek, uning uchun qaytadan onboarding rejasini ishga tushirishimiz mumkinligini ko'rib turibsiz. Keling, Jenny Fletcher profiliga kiramiz. Bu yerda biz xodimga yangi allocation, ya'ni ta'tilga ruxsat so'rovini qo'shishimiz mumkin. New allocation request tugmasini bosamiz. Ta'til turini va kunlarini tanlaymiz. Misol uchun, travel, ya'ni sayohat uchun. Profilning resume qismida xodimning ish tajribasi, ta'lim ma'lumotlari va ko'nikmalari keltirilgan. Bu xodimni to'liq baholash uchun juda ham qulay. Endi Certifications bo'limiga o'tamiz. Bu yerda xodimning sertifikatlarini qo'shishimiz mumkin. Add line tugmasini bosamiz, sertifikat nomini va amal qilish muddatini tanlab saqlaymiz. Personal bo'limi. Bu xodimning shaxsiy ma'lumotlari, bank hisoblari va oilaviy holati kiritiladigan joy. Payroll yorlig'ida bo'lsa, xodimning maosh shartnomasi va unga kiritilgan o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Endi modulning umumiy salary adjustment qismiga o'tamiz. Bu yerda xodim uchun bir martalik yoki davriy maosh tuzatishlarini adjustment yaratamiz. Yangi tuzatish yaratish uchun new tugmasini bosamiz. Misol uchun child support, ya'ni aliment to'lovi. Bu yerda miqdorini va muddatni belgilaymiz. Ba'zan tizim xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Misol uchun, agar kiritilgan qiymat noto'g'ri bo'lsa, tizim avtomatik ravishda validation error beradi. Bu esa moliyaviy xatolarni oldini olish uchun yordam beradi bizga. Shu tarzda boshqa xodimlar uchun ham maoshlarning o'zgarishlarini boshqarishimiz mumkin. Barcha amallar Actions menyusi orqali eksport qilinishi yoki duplikat qilinishi mumkin. Endi Work Entries, ya'ni ish vaqti qaydlariga o'tamiz. Bu yerda taqvim ko'rinishida xodimlarning davomatini kuzatamiz.
har bir kun uchun kiritilgan ish vaqti ta'tili yoki ortiqcha ishlangan soatlarni overtime tahrirlashimiz yoki bo'lib split qilib yuborishimiz mumkin. Barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilgach, payslips bo'limiga o'tamiz, maoshlarni hisoblashni boshlaymiz. Maosh varaqasi, ya'ni payslip yaratilganda tizim salary computation bo'limida barcha soliqlar va qo'shimchalarni avtomatik hisoblaydi. Bu yerda kontrakt tafsilotlari va soliq holatini ham ko'rishimiz mumkin. Endi time off, ya'ni ta'til moduliga o'tamiz. Bu yerda xodimlar yoki bo'limlar uchun ommaviy ta'til so'rovlarini yaratishimiz mumkin. Misol uchun, biror bo'lim uchun extra hours, ortiqcha soatlar bo'yicha ta'til so'rovi. Agar xodimda yetarli soat bo'lmasa, tizim yana xato haqida ogohlantiradi. Yuqoridagi menyudan Payslips tugmasini bosamiz. Bu yerda barcha xodimlar uchun hisoblangan ish haqi varaqalarini ko'rishingiz mumkin. Yangi ish haqi hisobini boshlash uchun New tugmasini bosamiz. Ochilgan oynada xodimni tanlaymiz. Misol uchun, Sherry Nelson. Tizim avtomatik ravishda uni ish yozuvlarini, ish haqi tuzilmasini, ya'ni structure va davrni period to'ldiradi. Compute sheet tugmasini bosamiz. Agar qoida bo'yicha kontrakt yoki ma'lumot yetishmasa, tizim xatolik haqida ogohlantiradi. Endi Payslips menyusi ostidagi Pay Runs qismiga o'tamiz. Bu yerda oylik ish haqi to'lovlari guruhlanadi. Bu yerda siz har bir oy bo'yicha to'lovlarni ko'rishingiz mumkin. Ready tayyor, done bajarilgan va paid to'langan. Payroll tizimida tahlil qilish juda ham muhim. Faqat payrollda emas, hamma modulda tahlil qilish, analiz qilish juda ham muhim. Payrollda reporting menyusiga kiramiz. Bu yerda ish vaqti, qo'shimcha ish soatlari, overtime va ta'tillar tahlil qilinadi. Jadval shaklida ma'lumotlarni ko'rish uchun Insert in Spreadsheet tugmasidan foydalanamiz. Kompaniya xodimlar sonini va kontrakt muddatlarini kuzatib borish uchun Headcount, bu Payslips Lines, bu yerda ish haqining har bir qismi, soliqlar, qo'shimchalar, asosiy maosh alohida tahlil qila olamiz. Payslip Other Inputs, agar xodimga qo'shimcha aliment yoki boshqa to'lovlar bo'lsa, Payslips Other Inputs da ko'rinadi. Endi eng muhim qism configuration, ya'ni sozlamalar bo'limi. Settings, bu yerda umumiy sozlamalar, misol uchun shartnoma muddati tugashi haqida ogohlantirishlar va hisob-kitob qoidalari belgilanadi. Work entry types, bu yerda ish turlari, misol uchun kasallik ta'tili, ortiqcha ish vaqti yoki boshqalar uchun maxsus kodlar va ranglar belgilanadi. Structures, bu yerda ish haqi hisoblash modellari, misol uchun fixed wage yoki boshqalar sozlanadi. Rules, qoidalar, bu yerda har bir to'lov yoki ushlanma uchun, ya'ni ushlab qolingan summa uchun matematik formulalar kiritiladi. Misol uchun, house rent allowance, ya'ni uy uchun qo'shimcha to'lov qoidasiga kirib, uni foizini o'zgartirishimiz mumkin. Salary rule sections, qoidalarni guruhlash uchun ishlatamiz buni. Rule parameters, soliq stavkalari kabi o'zgaruvchan qiymatlarni kiritish uchun foydalanamiz. Salary rule categories, to'lovlarni kategoriyalarga ajratish uchun kiramiz. Va nihoyat dashboard menyusi. Bu yerda siz tizimning barcha ogohlantirishlarini ko'rishingiz mumkin. Shu bilan payroll moduli haqidagi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Salomat bo'ling.